Alisher Navoiy o'zbek xalqining bobokalon shoiri. U yaratgan ko'p hikmatli so'zlarni o'qib o'rganib boramiz. Bugun 9-fevral bizning buyuk ajdodlarimiz o'zbek adabiyoti va madaniyatining ikki ulug' siymolari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kunini nishonlaymiz. Navoiy so'z mulkining sultoni, o'zbek tili taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk mutafakkir. Bobur esa buyuk sarkarda bo'lish bilan birga adabiyotga bebaho meros qoldirgan shoir. Ularning asarlari bizga ilm, adolat va vatanparvarlik kabi ulug' fazilatlarni o'rgatadi. Orzu geniy bog'chasida o'tkazilayotgan ushbu tadbirdan bolajonlarimiz buyuk ajdodlarimizning hayotini o'rganib, undan ilhom olishmoqda.